Assalomu alaykum. Men Agzam va Zahro. Yoshim 75 yoshda. Mana shu klinikaga kelib, mana ikkinchi kun lecheniya oldim. Bugun mana kecha olgan birinchi lecheniyamdan keyin miriqib uxladim. Belimda grija bor, tizzalarimda suv yig'ilgan ekan. Allohga ming qadar shukr, bitta lecheniyadan keyin ancha yaxshi bo'ldim. Bugun ikkinchi kun lecheniyani oldim. O'zim koridorda yurib, bemalol bu yoqdan bu yoqqa yurib nima qildim, xursand bo'ldim. 5 yil, 4 yildan beri nechta klinikalarga bordim, shifo topmadim. Mana shu klinikaga kelganimdan bir ikkinchi kundan shifo topdim. Hammaga tavsiya qilaman. Doktor Ishanni oldiga kelib, Komolaxonni, mana shu qizlarni oldiga kelib davolanib ketinglar. Bularning muomalasini o'zi sizlarni davolab qo'yadi. Kim shunaqa grija bilan, tizza og'riq, bo'g'im og'riqlar bilan kasallangan bo'lsa, mana shu klinikaga kelib davolanishlarini tavsiya qilaman.